qaysi elning ma'murligini bilmoqchi bo'lsang, o'sha elning bozoriga bor degan naql bor shartda. Shu naqlga amal qilgan ijodiy guruhimiz Hazorasp bozoriga tashrif buyurdi. Shunda biz Hazorasbning hunarmandlar yurti ekanligiga yana bir karra ishonch hosil qildik. Hozirgi bozor iqtisodiga o'tayotgan vaqtimizda tadbirkorlik ham ishbilarmonlik juda katta rol o'ynaydi. Hazorasbning mana bozorini aylanib biz mana shu tadbirkor, hunarmand kishilar o'rtasida turibmiz. Hozir mana meni oldimda Hazorasbning tadbirkor yigitlaridan bittasi hisoblangan Qurbonboy Matkarimov turibdilar. Qurbonboy, siz o'z rejalaringiz haqida bir so'zlab bersangiz. Biz 1979-yilda Turkmeniston bilan O'zbekiston chegarasida joy qilganmiz. Moldorchilikka asoslanib. Hozir bizning semenli xo'jaligimiz bolalarimiz bilan 20 karamol 100 qo'yimiz bor. Hozir shuning Sovet hukumatimizda shuning biz minnatdormiz, yine bozor iqtisodiyotida o'z molimizni o'zimiz ochiq sotyapmiz. Halon boqamizda. Bizlarda yine şunun bir iltimatımız var. Şu öz yetiştirgen şu jahon bozorida hozir bir oltin bilan almashlanadi. Bu narsalar, buni qadrini chet eldagi o'zbeklar biladi buni. Amerikada misol uchun o'zbeklar bor. Qarang, shular hozir biz jahon bozorina chiqishga bizga sharoit bersalar. Nima uchun biz Hazorasda sotishimiz, Hazorasda, Xorazmda, O'zbekistonda giyishiga, Amerikadan giysin, Yaponiyadan giysin, Turklar, Turkiyadan giysin, O'zbeklar. Bu bizim milliy urfimiz, urf odatimiz-ku bu. Nima uchun kerak bize 5000 7000 manat norka degan narsa. Yani shulara biz iltimos qilamiz. Bizlere shuni sharoitlar yaratib, bir fermer xo'jaliklari shuni nega olib borishadi. Agar mabodo mana shu imkoniyat yaratib berilsa, siz ta'minlab berishni o'z ustingizga ola olasizmi? Men o'z ustima olaman. Shu jahon bozorina chiqirsa, o'z shaxsiy molimdan 100 dona men shunday antika sur deri yetishtirib beraman. Men o'zim oshliman, kerak bo'lsa tikamiz ham. Qanday xilindan bo'lsa mana shunday xili yana. Ya mana boshimizdagilar shulardan tikib yetishtirib bera olamiz.